Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyghur qurultayı doğru televiziyəsi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglər. Mən Hidayət Musacan. Həmmеңlərning şu vaxtda xeyirlik bolsun. Aziz qarindoshlar, həmmеңlarga ma'lum bo'lganidek bugun, ya'ni 10 dekabr bo'lsa, Birleşken Devletler Teşkilatı tarafidan bekitilgan Dünya inson haqlari kunidan iborat. 1948 yılı 12 ayının 10 günü Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından cəmi 30 maddedən tərkib tapqan Dünya insan haqları umumi bayannamesi ilan qılınğan bolup, şundan buyan bu bayanname dünya milletlerinin ve insanların haq hukuklarını, hürriyetini ve erkinlikini qoğdaşdaki tüp nizam ve prinsip sübtide her qaysı el xalqları tarafından qadarlanıp kelinmekte. Birleşken Devletler Teşkilatı her yılı 12 ayının 10 gününü Dünya Kişilik Hukuk Günü deb ilan qılıp, Dünya İnsan Haqları Umumi Bayannamesi ilan qılınğan bu tarihi ahamiyatga ega günni xotirlash bilan birga, biz Uyg'urlarga o'xshash milliy mavjudlikka ig'ir tahdidga va insoniy haq huquqlari qattiq dafsandijligiga uchrayotgan asr millatlarning yurak sadosini va dod faryodlarini dunyo jamoatchiligiga to'yg'izish uchun xalqaro siyosiy zamin hozirlab kelmoqda. Hörmətli televizor görgüçülər, tövəndə diqqətinizlər məxsus Dünya İnsan Haqları Günüge bağışlanğan bugünkü xəvərlər proqramımızda bolsun. Dünya Uyghur qurultayı bugün Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Haqları Umumi Bayannamesi ilan qılınğanlığının 72. yıllığı ve Dünya İnsan Haqları Günü münasibeti bilan məxsus bayanat ilan qılıb, dünya liderlerini ve xalqaralıq kişilik hukuk teşkilatlarını Xitayning Sharqiy Turkiston xalqi ustidan rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sishni o'zlarining bosh vazifasi qilishga chaqirdi va buning butun xalqaro jamoatning axloqiy vazifasi ekanligini xotirlatib o'tdi. Qurultayning bayonotida bundan 72 yil burun Birleşken Devletler Teşkilatıga a'zo davlatlar insoniy haq huquqlariga kapolat qilingan, insonlar qarata zo'ravonlik, xo'rlash, chetga qiqish bo'lmagan adolatli bir dunyo barpo qilish xohisi bilan Dünya inson xalqlari umumiy bayonnomasini qabul qilganligi. Afsuski, oradan 72 yil o'tgan bugungi kundami yana Kommunist Xitoy hokimiyatining Birleşken Devletler Teşkilatıning mazkur bayonnamasining ruhiga butunlay xilop holda Uyg'ur xalqi qarata rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi, millionlagan Uyg'urni jazo lagerlariga qamaganligi, Uyg'urlarning naslini quritish maqsadida Uyg'urlar qarata majburiy tug'ut cheklash siyosatini yo'lga qo'yayotganligi, Uyg'urlarni zamonaviy qo'llar o'rnida majburiy emgak silayotganligi, ona tilini yo'qotib majburiy dinsizlashtirayotganligi, zamonaviy texnikalardan foydalanib Uyg'urlarni butunlay ta'qib va nazorat ostiga olganligi ta'kidlanish bilan birga, Xitoyning bu xil qilmishlarining Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchiligining oldini olish ahdnomasining butun moddalariga tamoman xilof bo'lib, Xitoyning bu jinoiy qilmishlari uchun jazman javobgarlikka tortilishi lozimligi ta'kidlandi. Qurultayning bayonotida yana Xitoyning uzun yillardan buyon kishilik huquq qo'g'dag'uvchilarini, Uyg'urlarning kishilik haq huquqlarini mudofaa qilgan chet el diplomatlarini va tadqiqotchilarni turli besim va tahdidlar bilan jimiq turishga urinib kelganligi ta'kidlanish bilan birga, xalqaro butun qonun prinsiplarining va insoniyat dunyosining qadr-qimmatlarining Xitoy hokimiyati tomonidan og'ir darajada oyoq osti qilinayotganligi, Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarini to'sishning butun insoniyat dunyosining zo'r bir axloqiy vazifasi ekanligi bayon qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandi Dünya inson haqlari kuni munosabati bilan 9 dekabr kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligining rasmiy torbetida maxsus Uyg'urlar haqida maqola e'lon qilib, erkin dunyo davlatlarini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan vahshiy zulmlariga qarshi o'rtaq harakat olib berishga chaqirish bilan birga, Xitoy hokimiyatidan Uyg'urlar qarata rahimsizlik yurgizayotgan bostirish qilmishlarini darhol to'xtatishni talab qildi. Mike Pompeo apandimning Xitoy Kommunistik partiyasining atalmish Xinjiangdagi kishilik huquq tajovuzchiligi degan mavzuda qalamga olgan mazkur maqolasida Amerika Tashqi ishlar ministrligining hozirga qadar akademisiyanlar, tadqiqotchilar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, tadqiqot organlarining dokladlari va lager shohidlarining bayonlari orqali Xitoyning Uyg'urlar qarata yurgizayotgan tuvandagi qilmishlarining dalillanganligini bayon qildi. Birinchidan, majburiy tug'mas qildirish qatorli g'ayriy insoniy vositalar bilan Uyg'urlarning nopisining ko'payishini cheklayotganligi. İkinciden 1 milyondan ortiq Uyghur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon xalqlarning jazo lagerlariga so'langanligi. Üçüncüden jazo lagerlarida va uning atrofida ta'sis qilingan aslahalarda Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligi. To'rtinchidan jamilarning va boshqa diniy makonlarning cheqilishi va taqilishi, yoshlarning diniy ibodat bilan shug'ullanishining cheklanishi, ularning siyosiy o'ginishlarga majbur qilinishi. Beshinchidan Uyg'urlarning farzandlaridan majburiy ayirib etilganligi va ularga qarata sistemalik holda madaniyat qirg'inchiligi elib berayotganligi.
Mayık Pompeo əpəndi maqaləsində Xitay hakimiyyətinin Şərqi Türkistan xalqı üstüdən yürgüzüyotqan yuqorqidək jinoiy qilmishlarning konkret ifodalari haqida təfsili to'xtalish bilan birga, Xitoy Kommunistik partiyasi bu xil qo'rqinchli qilmishlarga darhol xotima berishi lozim. Men butun davlatlarni Xitoyning jinoiy qilmishlarini to'xtatish uchun Amerika bilan birlikda o'rtaq harakat qilishga chaqiraman deb ko'rsatdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mayık Pompeo əpəndining maxsusli Uyg'urlar masalasini tema qilib maqola e'lon qilishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini va muhojiratdagi Uyg'urlarni alohida mamnun qildi. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü münasebeti bilan Germaniya Federal Parlamentida o'tkazilgan yig'inda Federal Parlament Kishilik huquq komitetining so'zchisi, Uyg'ur xalqining uzun yillik samimiy do'sti Margarita xonim so'z elib, kommunist Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini qattiq aybladi. Onun bu nutqi parlament a'zolarining qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Germaniya Yashillar partiyasiga mansub parlament a'zosi Margarita xonim muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimizga nihoyatda tanishliq bir ism bo'lib, u uzun yillardan buyon Germaniyada Uyg'urlar masalasining eng asosli qo'llovchilarining biri sifatida bilan mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan zulm siyosatini har qaysi munbarlarda izchil turda tilga ipganmoqda. Shu sababdan Xitoy hukumatı Margarita xonimni qora tizimlikka elib, uning Xitoyni va Sharq Turkistonni ziyorat qilishini cheklab kelmoqda. Yevropa Sharqi Turkiston birligi tashkiloti bugun Dunyo inson huquqlari kuni munosabati bilan Germaniyaning Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida namoyish o'tkazib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson huquqlari umumiy bayonnomasining e'lon qilinganligining 72-yilligini xotirlash bilan birga, mazkur bayonnomaning ruhiga boshdan oxiri og'ir darajada xiloflik qilib kelayotgan va navbatda Uyg'urlar qarata rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilikni yo'lga qo'yayotgan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga bo'lgan noroziliklarini bildirishdi. Dünya Uyghur qurultiyining Yevropadagi siyosiy xizmatlarga mas'ul alohida vakili va Yevropa Sharqi Turkiston birligi tashkilotining raisi Asqarjon apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi namoyishga koronavirus sababidan navbatda Germaniyada yo'lga qo'yilayotgan qattiq karantin tadbirlari sababidan chekli sonli insonlarning qatnashishiga yo'l qo'yildi. Germaniyadagi ba'zi yahudiy tashkilotlarining a'zolari Dunyo inson huquqlari kuni munosabati bilan bugun Xitoy konsulxonasining darvozasi oldidagi yaga Sharqi Turkistondagi jazo lagerlari taqilsin, lagerlardagi Uyg'urlar qo'yib berilsin degan cho'ng xatlik shuarlarni yozishdi. Undan boshqa yana bugungi namoyishga xristian jamiyatining vakili qatnashdi va qilgan so'zda Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va dinsizlashtirish siyosatini qattiq aybladi. Namoyish oldi bilan vatanimiz Sharqi Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlandi. Orqadan boshlanib so'z qilgan Asqarjon apandi Xitoy hokimiyatining dunyo inson huquqlari bayonnomasining prinsiplarini og'ir darajada dafsana qilayotganligini amaliy misollar bilan sharhlab o'tdi. Dünya Uyghur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi namoyish jarayonida qilgan so'zida tuvandikilarni bayon qildi. Alaykum aziz yurtdoshlar. Asqarjon apandim deb o'tgandagidek, bugun bizning bu yerga kelib namoyish qilishimizga maqsad Birleşken Devletler Teşkilatı bunundan 72 yıl ilgari insan hakları umumi bayannamesini e'lon qilib, dünyada bütün insanlar tug'ilishdan hür, erkin yaşaydı, o hech qanday besimga, daxil tarzga uchramasdan o'z fikrini, o'zining kishilik huquqini, izzatini, vijdonini qo'g'dash ve onu joriy qildirish huquqi bor deb e'lon qilgan. Ama bugün aradan 72 yıl ötken bolsunmu, mustabid hakimiyetler, bulupmu Xitoy kommunistik hakimiyetiga o'xshaydigan hakimiyetler, yanıla insanların hak hukukunu, kadir kıymetini ayak astı qilib, bulupmu bugün 21. asırda bir qancha milyon Uyghur xalqi milliy qirg'inchilikqa uchrayotdi. Shuningga bu kunning ahamiyati va buni xotirlash her qanday bir millatga, dunyoning har qanday bir yerdagi, har qanday bir xalq qarta bizim uchun texmo muhim ahamiyatga ega. Shuningga bugun dunyoning ko'p davlatlarida garchi bu Xitoy virusi sababidan ba'zi faoliyatlarni epirish keng ko'lamda mumkin bo'lmasa-mu, dunyo qurultiyi mavjud tashkilotlarimiz dunyoning hamma yerda faoliyatlarni epirishga tashabbus qilgan. Bugün bir qancha davlatlarda o'xshash vaqtda bu faoliyatlar elib berilyotdi. Germaniyada Berlinda, Xitoy elchixonasining oldida, bugun Myunxenda Yevropa Sharq Turkiston birligini o'rnatishtirish ishlarini Xitoy konsulxonasining oldida bu namoyishni olib beryapmiz. Demak, bugun bu munosabat bilan men yana bu yerdan butun dunyodagi qarindoshlarimizga bir masalani demoqchi. Kanada Sharq Turkiston birligining raisi Tuyg'un Abduveli apandi ve bir Hong Kongluk aktivist ve bir Tibetlik aktivist 3 günden bu yan Toronto'da ülkelik parlamentinin oldida açlık ilan qilish hareketi başlattı. Bu münasebetle men bir yerden Kanada Sharq Turkiston birligining raisi Tuyg'un Abduveli efendiga ve onun bilan birga bu açlık hareketi yapayotgan Hong Kongluk ve Tibetlik
səptişiğa, qeyrindaşlarımızga bir yerden salımımızı yollayımız. Bir yerden bütün Germaniyadaki vatandaşlarımızın, dünyadaki her kaysi devletlerdeki dünya kurultu rehberlerinin kulağı boğan saptaş salımımızı ve ulağı bilen birli boğanlığımızı bir yerden bildirimiz. Demek minus 10 neçe gradusluk bir sokakta 3 günden bu yan bu hareketin devam kılgıdıdı. Bu kadirleştiğilik bir ruh ve bütün çeteldeki Uygurlar, Şarkı Türkistanlıklar ilgi elişki tegişlik bir ruh ve bilimen şunu bir yaktan ulağı boğan salam ve hürmetlerimizi bildirimiz. Rahmet. Dünya İnsan Hakları Günü münasebeti bilen bugün, yani 10 dekabr Avstraliya Uyghur Cemiyeti, Avstraliyadaki Tibet, Hong Kong, Demokratik Xitay, Falun Gong ve kişilik hukuk teşkilatları birleşip Sydney şehrinde müstebit komünist Xitay hakimiyeti karşı keng kölemlik namayış ve büyük yürüyüş ötküzdü. Namayışçılar qo'shini oldi bilan Sydney shahar markazidagi Martin maydoniga to'plandi. Namoyishga Avstraliyaning yerli xalqidan ko'p sonda kishi qatnashdi. Avstraliya Uyghur jamiyatining raisi Mehmet Obul Apandi namoyish maydonida qilgan nutqida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qattiq ayiblash bilan birga Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlariga sukut qilib turishining insoniyat dunyosi uchun bir or-nomus ekanligini ta'kidlab o'tdi. Tibet, Hong Kong, Demokratik Xitoy, Falun Gong ve kişilik hukuk teşkilatlarının vekilleri namoyishda qilgan so'zlarda Komünist Xitoy hokimiyatining bo'lsa Dünya İnsan Hakları umumiy bayonnamasining ruhini ve xalqaro qonun prinsiplarini eng ig'ir darajada dafsanda qilayotgan mustabid, diktator bir hokimiyat ekanligini, Xitoyning insoniyatga qarshi ishlayotgan jinoiy qilmishlariga qarshi butun dunyo xalqining o'rnidan dast turishi lozimligini ta'kidlashdi. Ular so'zlarda yana butun Avstraliya xalqining navbatda Xitoy hokimiyatining Avstraliya hukumatiga qarshi yurgizayotgan besim va tahdidlarga aslo bo'yin egmaydiganligini ifoda qilishdi. Orqadan namoyishchilar qo'shini Martin maydonidan taxminan 5 kilometr yiroqlikdagi Xitoy konsulxonasiga qarab yurish qildi va yo'l bo'yi Xitoy hokimiyatiga qarshi jaranglik shuur to'lab Sydney ko'chalarini larziga keltirdi. Martin maydonidan boshlanib Xitoy konsulxonasi oldida oyoqlashgan bu qitimqi hayvatlik namoyish Avstraliya matbuotlarining va yerli xalqning zo'r diqqatini qo'zg'adi. Növbətdə Xitay bilan Avstraliya o'rtasidagi diplomatik kriz davom qilmoqda. Bir qancha kun burun Avstraliya hukumati Xitoydan Avstraliya ustidan to'qib chiqqan tuhmatlari uchun afv so'rashni talab qilgan edi. Bugun, ya'ni 10 dekabr Dünya İnsan Hakları Günü münasebeti bilan Dünya Uyghur qurultiyyi, Xalqaro Tibet harakati, Tayvan yoshlar jamiyati, Germaniya Hong Kongni qo'llash jamiyati, Dünya xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Xalqaro kishilik huquq tashkiloti, Demokratik Xitoy birlik sepi, Yevropa ovozi jamiyati, Germaniya xristian jamiyati qatorliq 10 tashkilot birlashib Xitoyning Berlindagi bosh elchixonasi oldida birlashma namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Koronavirusi sababidan navbatda Germaniyada qattiq karantin tadbirlari yo'lga qo'yilgani uchun bugungi birlashma namoyishga faqatli yuqorqi 10 tashkilotning asosli mas'ullari ishtirok qildi. Yuqorqi tashkilotlarning mas'ullari namoyish jarayonida qilgan nutqlarida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining butun dunyoning ko'zi oldida Sharqi Turkistondagi Uyg'ur, qozoq qatorliq millatlarni yo'qotishga urinayotganligini va ularga qarata sistemali qoldi irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, Tibet, Mongol, Hong Kong xalqlariga, Xitoydagi xristian murtlari va kishilik huquq qo'g'duvchilarga ig'ir darajada ziyonkashlik qilayotganligi, Tayvan xalqiga uzluksiz tahdid silib kelayotganligini ta'kidlash bilan birga Xitoy hokimiyatidan barliq siyosiy mahbuslarni darhol qo'yib berishni talab qildi va Germaniya hukumatini Xitoy hokimiyatining jinoiy qilmishlari qarta kuchli shaklda inkos qaytarishga chaqirdi. Namoyish maydonidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyghur qurultiyyi Berlin ishxonasining direktori va Qurultayyi yoshlar komitetining raisi G'ayur Qurban Apandi bu qitimqi namoyishning maqsadi haqida to'xtalib mundoq dedi. Bugun 10 dekabr Xalqaro inson huquqlari kuni. Biz bugun Xitoy elchixonasining oldida Dünya Uyghur qurultiyining tashabbusi, Xitoy demokratlari, Hong Kong demokratik harakati, Tibetlar va Falun Gongchilar aktiv ovoz qo'shgan bir qitimliq Xitoy qarshi namoyishni boshlash oldida turyapmiz. Bugun dekabrniki boshlang'ich kunlari bo'lsa-mu, havo nihoyat sovuq. Shunday bo'lsa qaramay namoyish qatnashchilar har tarafdan kelib qatnashyapti. Biz bugun mushto inson huquqlari kunida Uyg'ur xalqining dunyoda boshqa insonlarga o'xshash yashash huquqining borligini bildirish, Xitoylarga Uyg'urlarning ovozini o'chmaydiganligini bildirish va bizningki bu ko'rishimizni adoqchi davomlashtirganligini bildirish uchun bu yerda namoyish qilyapmiz. Dünya İnsan Hakları Günü harpisida Aqsuning ma'lum bir yerida tutqun qilinib lagerga qamalgan 2000 Uyg'urning cho'ng sonliq ma'lumot ombiridagi uchurlarini o'z ichiga olgan yana bir maxfiy hujjatning oshkorlanishi G'arb matbuotlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi.
Ақсу tizimliki aslida Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limiga avatilgan nomsiz uchur bo'lib, ular bu tizimlikni kishilik huquqni kuzatish tashkilotining tekshirib chiqishi uchun avatib bergan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tarafidan e'lon qilingan bu dokladga Ақсу tizimliki deb nom berilgan bo'lib, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining tadqiqotchilari bu tizimlikni tadqiq qilish, tekshirish natijasida tizimlikdagi 2000 Uyg'urning universal birlashma mashg'ulot subsi deb ataladigan cho'ng sonliq ma'lumot ombiri tarafidan qora chekit qo'yilib, tutqun qilingan kishilar ekanligini bayqagan. Dokladda ular mundaq degan: "Aniq ko'rinib turadiki, universal birlashma mashg'ulot subsi Ақсу tizimlikidagi bu 2000 kishiga chekit urgan. Yerlik xodimlar ahvolni baholab chiqqandan keyin ularni lagerlarga avatgan." Ақсу tizimlikida 2000 kishining nima uchun cho'ng sonliq ma'lumot ombiri tarafidan chekit qo'yilganligi va oqibatda lagerlarga avatilganligi yozilgan bo'lib, bu sabablar namoz o'qish, Qur'on o'qish, chet ellarda urug' tuqquni bo'lish yoki ular bilan bir qancha qitim telefonlashgan bo'lish qatorliqlardan iborat. Ақсу tizimliki Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonda hech qanday qonuniy tartib bo'lmay turib, o'z maylicha va keng ko'lamli tutqun yurgizayotganligini yana aniq isbotlab beradi. 24 soat to'xtovsiz nazorat qilish asosida sonliq ma'lumot yig'adigan bo'lib, har qanday bir normalsizlik bu sonliq ma'lumot ombirining bir kishiga belgi qo'yishiga sabab bo'la oladi ekan. Masalan, siz bir kuni normaldan ko'proq tok ishlatgan bo'lsangiz, yoki o'zingizning avtomobilni haydamay, boshqa avtomobil haydagan bo'lsangiz va yoki boshqa qo'l telefoni ishlatgan bo'lsangiz degandek. Dokladda Ақсу tizimliki haqida tövəndəki məlumatlar berilgan. Gerçi əvətküçünün salayəti aniqlanmagan bolsa-mı, amma bu tizimlik 80% aholisi Uyghur bo'lgan Ақсудagi ma'lum bir o'rindan kelgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Ақсу tizimlikidagi kishilarning hammasining Uyghur ekanligini bildirdi. Tizimlikning yarmi degudek erlar, qolgan yarmi ayollar. Ularning tutib turilish vaqti 2016-yilning o'ttirlaridan 2018-yilning oxirigacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi. Ba'zi joylarda hatto bir kunning o'zida 100 dan ortiq odam qo'lga ilingan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu tizimlikning chilligini dalillash uchun o'xshamagan usullarni qo'llangan. Masalan, ular bu jadvalni Uyg'ur diasporasi bilan o'rtoqlashgan. Natijada bu tizimlikdagi 18 ism chet ellardagi tuqqanlari tomonidan jazmlashtirilgan. Bu tizimlikda yana 200 ga yaqin kimlik nomeri bor bo'lib, ular bu kimlik nomerlarini tekshirgan va oz deganda 2 nomer Xitoyning adliya torbatlaridagi sonliq ma'lumotlar bilan o'xshash chiqqan. Yana 27 kishiga oid telefon nomerining 14-ni undidor orqali topgan va ularning hammasining Ақсулық Uyg'urlar ekanligi aniqlangan. Lagerlar masalasidagi mutaxassislar bu hujjatlarni tekshirib uning chinligini dalillagan. Bu tizimlik bilan birga avatilgan bir ovozli hujjatning Ақсудagi bir lager ichidan avatilganligi dalillangan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti dokladida Ақсу tizimlikidagi 2000 kishining lagerga solinishiga sabab bo'lgan omillarni turlari bo'yicha tafsili yezib chiqqan. Ular tövendikilarni o'z ichiga oladi. Namoz o'qish, Qur'on o'qish, bolalarga diniy savod berish, xatmi Qur'on, vaz-nasiyat anglash, soqol qo'yish, diniy yo'sinda kiyinish qatorliq dinga munosabatlik sabablar, ko'p bolaliq bo'lish, qo'l telefon app'larini ishiltish, internetda hujjat hambaharlash qatorliq telefon va internetga munosabatlik sabablar. Türkiye, Saudiya Arabiston, Afg'oniston qatorliq sezgur deb bekitilgan davlatlarga berish va yoki davlat ichida Ақсуning sirtidagi joylarga, Urumchi, Qashqar, Beijing, Shanxay qatorliq joylarga berishdek sayohatga munosabatlik sabablar. Muqim adresi bo'lmaslik, bak ko'p telefon almashtirish, kimligi bo'yicha tizimlatilgan telefon ishlatmaslik, to'y xiti qatorliq rasmiy hujjatlarni o'ydirib chiqarish, yo'qolib ketgan kimligini boshqa biri qo'llangan bo'lish, ijarni vaqtida to'lamagan bo'lishdek sabablar. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyghur qurultayyi televiziyasi күнділік xəvərlər proqrammasını diqqətinizə sunduq. Keyingi qitimlik proqramında görüşəlik. Görüşkice aman boğaysılar. Xeyri xoş.